Agar siz pensiya, nafaqa, aliment, bola puli, ijtimoiy yordam yoki ish joyingizdan biror kompensatsiya olayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik odamlar davlatning o'zi biladi. Tizim avtomatik hisoblaydi. Menga tegishli bo'lsa o'zi tushadi deb o'ylaydi. Lekin amalda ayrim qo'shimcha to'lovlar arizasiz berilmaydi. Ya'ni huquqingiz bor, lekin murojaat qilmasangiz pulni olmaysiz. Men bugun sizga aynan shuni sodda tilda tushuntirib beraman. Qaysi qo'shimcha to'lovlar uchun ariza kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlarda avtomatik hisoblanadi? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va eng muhimi, pulingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun nima qilish lozim? Video juda amaliy bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, yaqinlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avval ko'p odamlar shunday fikrda edi. Agar men pensiya yoshiga yetgan bo'lsam, nogironligim bo'lsa, farzandim bo'lsa, ta'minlangan oilaga kirsam yoki qonunda menga biror imtiyoz berilgan bo'lsa, demak pul avtomatik tushadi. Lekin ijtimoiy to'lovlar tizimida hamma narsa bir xil ishlamaydi. Ba'zi to'lovlar avtomatik tayinlanadi. Masalan, ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda mavjud bo'lsa, davlat idoralari o'zaro ma'lumot almashadi va odamdan ortiqcha hujjat talab qilinmaydi. Lekin ba'zi qo'shimcha to'lovlarda asosiy shart boshqa. Odamning o'zi ariza berish kerak. Nega? Chunki davlat sizning holatingiz o'zgarganini har doim ham o'z vaqtida bilmasligi mumkin. Siz qarovga muhtoj odamga qarayotgan bo'lishingiz mumkin. Farzandingiz boshqa manzilda ro'yxatda turgan bo'lishi mumkin. Ish stajingiz bo'yicha qo'shimcha hujjat topilgan bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lishi mumkin. Turmush o'rtog'ingiz vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qo'shimcha huquq paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Oldin odamlar ko'pincha idoradan idoraga yurardi. Mahallaga borardi, keyin tuman pensiya bo'limiga, keyin bankka, keyin arxivga. Hozir ko'p jarayonlar elektronlashgan. Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, davlat xizmatlari markazlari, my.kub.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilish imkoniyati kengaygan. Lekin elektronlashgani ariza kerak emas degani emas. Aksincha, ayrim to'lovlarda arizani aynan elektron yoki markaz orqali yuborish talab qilinadi. Eng katta xato shuki, odamlar menga hech kim aytmadi deb yillar o'tkazib yuboradi. Keyin bilib qoladi. Aslida har oy qo'shimcha 200 ming, 400 ming yoki 700 ming so'm olish huquqi bo'lgan. Ammo ariza bermagani uchun bu pul tayinlanmagan. Ba'zi holatlarda o'tgan davr uchun qayta hisob-kitob qilish mumkin. Ba'zilarida esa faqat murojaat qilingan kundan boshlab beriladi. Mana shuning uchun bugungi mavzu juda muhim. Birinchi navbatda pensiya oluvchilar e'tiborli bo'lishi kerak. Ayniqsa yoshi ulug' ota-onalarimiz ko'p narsani so'rab yurmaydi. Nima bersa shuni olaman deydi. Lekin pensiya tizimida qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, qayta hisoblashlar mavjud. Masalan, fuqaroning ish staji bo'yicha eski hujjati topilsa, u pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin. Bu o'z-o'zidan har doim amalga oshmaydi. Odam ariza beradi, arxiv ma'lumotini, mehnat daftarchasini yoki elektron mehnat tarixini taqdim qiladi. Shundan keyin mutaxassis hisob-kitob qiladi. Misol keltiraman, 37 yoshli otaxon 2020 yildan pensiya olayotgan bo'lsin. Pensiya tayinlanganda uning 28 yillik staji inobatga olingan. Lekin keyin ma'lum bo'ldiki, u 1990 yillarda yana 5 yil bir korxonada ishlagan, ammo o'sha paytda hujjat topshirilmagan. Agar otaxon arxidan ma'lumotnoma olib pensiya bo'limiga ariza bersa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Natijada pensiya oyiga masalan 1 ming yoki 2 ming so'mga oshishi mumkin. Bir qarashda kichikdek tuyuladi. Lekin bir yilda bu 1 million 800 mingdan 3 million so'mgacha qo'shimcha daromad degani. Agar ariza bermasa, hech kim uning uyiga kelib sizning eski stajingiz topildi deb aytmasligi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan fuqarolar. Nogironlik guruhi mehnatga layoqat darajasi, parvarishga muhtojlik holati, dori-darmon yoki reabilitatsiya vositalari bo'yicha alohida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin har bir yordam turi avtomatik berilmaydi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxsga asosiy nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin, ammo parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lov, texnik reabilitatsiya vositasi, protez ortopediya buyumi, sanatoriy yo'llanmasi yoki ijtimoiy xizmat uchun alohida murojaat talab qilinishi mumkin. Hayotiy vaziyatni olaylik. Ayol kishi ikki guruh nogironligi bo'lgan onasiga qaraydi. Onasi nafaqa oladi,
Qizi onam nafaqa olyapti, demak hammasi shu deb o'ylaydi. Ammo onasining holati og'irlashgan doimiy parvarishga ehtiyoj bor. Bunday vaziyatda tibbiy xulosa nogironlik to'g'risidagi ma'lumot, pasport ma'lumotlari va ariza bilan tegishli ijtimoiy xizmat markaziga murojaat qilinsa, ayrim xizmatlar yoki yordam turlari ko'rib chiqiladi. Agar murojaat bo'lmasa, tizim bu oilaning aniq ehtiyojini bilmasligi mumkin. 3. Toifa kam ta'minlangan oilalar. Ko'p oilalar mahalla biladi, daromadimiz kamligini hamma ko'rib turibdi deydi. Lekin ijtimoiy nafaqa va moddiy yordamda odatda rasmiy ariza, oilaning tarkibi, daromadlari, mulki, yashash sharoiti, bolalar soni kabi ma'lumotlar tekshiriladi. Bu yerda ham arizasiz pul kutish xato. Agar oilada 3 nafar bola bo'lsa, ota vaqtincha ishsiz bo'lsa, ona dekret ta'tilida bo'lsa, daromad past bo'lsa, oila tegishli tartibda murojaat qilish kerak. Ariza topshirilgandan keyin tizim oilaning daromadini, kadastr ma'lumotlarini, avtomobil bor yo'qligini, ish haqi tushumlarini tekshiradi. Shundan keyin tayinlash yoki rad etish qarori chiqadi. Masalan, oilada 5 kishi bor. Xotin va 3 farzand. Oyga 2 million 500 ming so'm topadi. Xotin ishlamaydi. Bolalardan biri maktabgacha yoshda. Oila ijara uyda yashaydi. Agar ular ijtimoiy nafaqa uchun ariza bermasa, hech qanday to'lov tayinlanmaydi. Ariza bersa, oilaning holati o'rganiladi. Agar mezonlarga to'g'ri kelsa, har oy bola puli yoki moddiy yordam tayinlanishi mumkin. Bu pul oilaning oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon xarajatlarini qoplashda katta yordam bo'ladi. 4. Toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu juda og'ir mavzu. Oila boshlig'i vafot etgandan keyin turmush o'rtog'i, voyaga yetmagan farzandlari yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolarida boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olish huquqi paydo bo'lishi mumkin. Lekin bu ham odatda ariza bilan boshlanadi. Vafot etganlik haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, marhumning ish staji bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, erkak kishi vafot etdi. Ortida 2 nafar voyaga yetmagan farzandi qoldi. Onasi qayg'u, tashvish, dafn marosimi bilan yurib, bir necha oy murojaat qilmaydi. Keyin tanishidan eshitadi. Farzandlarga boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlanishi mumkin ekan. Agar u o'z vaqtida arz berganda to'lovlar ertaroq boshlanardi. Shuning uchun men doim aytaman, og'ir vaziyatda ham yaqin qarindoshlar yordam berib, hujjatlarni tezroq rasmiylashtirishi kerak. 5. Toifa ishlayotgan fuqarolar. Ish joyida ham arizasiz berilmaydigan to'lovlar bor. Masalan, moddiy yordam, dafn puli, tug'ilish bilan bog'liq bir martalik yordam. Mehnat ta'tili puli, foydalanilmagan ta'til uchun kompensatsiya, zararli mehnat sharoiti uchun qo'shimcha haq, tungi ish yoki o'rtacha ishlagan soatlar uchun haq. Bu to'lovlarning ayrimlari ish beruvchi tomonidan avtomatik hisoblanishi kerak, lekin amalda xodim o'z huquqini bilmasa, hisob-kitob noto'g'ri ketishi mumkin. Misol uchun, xodim bir oy davomida 20 soat ortiqcha ishladi. Rahbar keyin dam olasan dedi. Lekin yozma buyruq ham, tabel ham to'g'ri yuritilmadi. Oy oxirida xodim oddiy oyligini oldi. Qo'shimcha haq yo'q. Agar xodim mehnat shartnomasi, ish vaqt tabeli, buyruq nusxasi, yozishmalar bilan kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga yozma murojaat qilsa, masala ko'tariladi. Agar og'zaki aytib yuraversa, ko'pincha natija bo'lmaydi. Shuning uchun ish joyidagi qo'shimcha to'lovlarda ham yozma ariza va dalil juda muhim. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat ariza berish sanasi. Ko'p to'lovlarda pul aynan ariza berilgan kundan yoki ariza qabul qilingan oydan boshlab tayinlanadi. Odam men bu huquqqa 6 oy oldin ega edim desa ham, agar qonunda orqaga qaytarib to'lash nazarda tutilmagan bo'lsa, o'tgan oylar uchun pul berilmasligi mumkin. Shuning uchun keyin boraman, vaqtim bo'lsa topshiraman, hali hujjat yig'aman deb cho'zmaslik kerak. Ikkinchi nozik jihat, hujjat to'liq bo'lmasa, ariza rad etilishi yoki ko'rib chiqish cho'zilishi mumkin. Masalan, siz boquvchisini yo'qotganlik to'lov uchun murojaat qilyapsiz, lekin nikoh guvohnomasi yo'qolgan yoki bolaning tug'ilganlik guvohnomasida familiya farq qiladi. Yoki marhumning ish staji bo'yicha ma'lumot arxividan olinmagan. Bunday holatda idora sizdan qo'shimcha hujjat so'raydi. Siz o'z vaqtida yetkazmasangiz, jarayon to'xtab qoladi. Demak, ariza berishdan oldin hujjatlar ro'yxatini aniqlab olish kerak. 3. nozik jihat, ro'yxatdan o'tgan manzil va haqiqiy yashash joyi. Ijtimoiy yordamlar ko'pincha oilaning yashash joyi, mahalla, tuman bo'yicha ko'rib chiqiladi.
Agar siz bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa tumanda yashasangiz, bolalaringiz boshqa joyda o'qisa, daromadlaringiz boshqa hududda ko'rinsa, tekshiruvda savollar paydo bo'ladi. Shuning uchun murojaat qilayotganda manzil masalasini aniq aytish kerak. Yashash joyi bo'yicha vaqtincha ro'yxat, ijara shartnomasi yoki mahalla ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. 4-nozik jihat. Daromadni yashirish foyda bermaydi. Ayrim fuqarolar mashinamni aytmayman, qo'shimcha daromadimni ko'rsatmayman, uyim boshqa odam nomida deb o'ylaydi. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Ish haqi, soliq ma'lumotlari, avtomobil, kadastr, bank tushumlari, tadbirkorlik holati. Agar yolg'on ma'lumot berilsa, nafaqa rad etilishi, ortiqcha to'langan pul qaytarib undirilishi yoki boshqa javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. Men doim maslahat beraman. Arizada faqat to'g'ri ma'lumot yozing. Huquqingiz bo'lsa, shaffof tarzda ham olasiz. 5-nozik jihat, hamma qo'shimcha to'lov ham hamma uchun emas. Internetda ko'p xabarlar tarqaladi. Falon toifa hammaga pul beriladi. Ariza topshiring, 1 million olasiz. Pensiyaga ustama chiqdi. Lekin aslida har bir to'lovning sharti bor. Yoshi staji, nogironlik guruhi, daromadi, bola soni, oilaviy holati. Ishlamasligi, oldin boshqa nafaqa olayotgani ham hisobga olinadi. Shuning uchun kimdir olgan pulni siz ham avtomatik olaman deb o'ylamang. Sizning holatingiz alohida tekshiriladi. 6-nozik jihat. Bir vaqtning o'zida ikki xil to'lovni olish mumkin bo'lmagan holatlar bor. Masalan, ayrim nafaqa va pensiya turlari bir-birini takrorlasa, fuqaro ulardan bittasini tanlashi kerak bo'lishi mumkin. Qaysi biri foydaliroq ekanini hisoblatib ko'rish kerak. Ba'zan odam eski to'lovda qolib ketadi. Yangi huquq paydo bo'lgan bo'lsa ham ariza bermaydi. Natijada oyma-oy kamroq pul oladi. Shuning uchun vaziyat o'zgarsa, albatta qayta maslahat oling. 7-nozik jihat, bank kartasi va hisob raqam muammolari. Ba'zan to'lov tayinlangan bo'ladi, lekin pul tushmaydi. Sabab karta muddati tugagan, hisob raqam noto'g'ri. Bankdagi ma'lumotlar yangilanmagan, familiya o'zgargan, pasport almashgan. Odam esa menga pul bermayapti deb o'ylaydi. Bunday holatda birinchi navbatda bank ma'lumotlarini tekshiring. Yangi karta ochilgan bo'lsa, tegishli idoraga hisob raqamni yangilash haqida ariza bering. 8-nozik jihat, telefon orqali aytilgan gap hujjat emas. Siz kim bilandir gaplashdingiz, u bo'ladi, ko'ramiz, kelasi oy tushadi dedi. Lekin sizda ariza raqami, qabul qilingan sana, javob xati bo'lmasa, keyin isbotlash qiyin. Har bir murojaatda ariza nusxasini, ro'yxatga olingan raqamni, SMS xabarnomani yoki portal orqali yuborilgan ariza holatini saqlab qo'ying. Bu juda muhim. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z holatingizni yozib chiqing. Siz pensiya olasizmi, nafaqa olasizmi, bolalaringiz bormi, oilada nogironligi bo'lgan shaxs bormi, yaqinda vafot holati bo'ldimi? Ish stajingiz to'liq hisoblanganmi? Ish joyingizda ortiqcha ishlagan soatlaringiz bormi? Dekret, tug'ilish, dafn, moddiy yordamga oid holat bormi? Bularni qog'ozga yozing. Chunki idoraga borganda odam hayajonlanib, ko'p narsani unutadi. Ikkinchi qadam, qaysi idoraga murojaat qilishni aniqlang. Pensiya va nafaqalar bo'yicha odatda pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya organlari orqali murojaat qilinadi. Ijtimoiy xizmatlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ehtiyojmand oilalar bo'yicha inson ijtimoiy xizmatlar markazlari muhim rol o'ynaydi. Davlat xizmatlari bo'yicha davlat xizmatlari markaziga borish mumkin. Elektron murojaat uchun MyPokkov, uz portalidan foydalanish mumkin. Ish joyidagi to'lovlar bo'yicha esa birinchi navbatda kadrlar bo'limi, buxgalteriya va rahbar nomiga yozma ariza beriladi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSSHIR, bank karta yoki hisob raqam ma'lumotlari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumot, tibbiy xulosa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi. Ish joyidan ma'lumotnoma, daromad haqida ma'lumot, yashash joyi bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lovda ro'yxat farq qiladi. Shuning uchun borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy manbadan tekshirib oling. 4-qadam, arizani og'zaki emas, yozma bering. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingizning FIAH, pasport ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, manzilingizni ko'rsating. Menga tegishli qo'shimcha to'lovni tayinlab berishingizni so'rayman. Pensiyamni yangi topilgan ish staji asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini tayinlashni so'rayman.
Oilamning ijtimoiy nafaqaga muhtojlik holatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ortiqcha ishlagan soatlarim uchun qonuniy haq hisoblab berilishini so'rayman. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlarni alohida sanab yozing. 5-qadam, ariza qabul qilinganini isbotlovchi belgi oling. Agar qog'ozda topshirsangiz, nusxasiga kirim raqami va sana qo'ydiring. Agar portal orqali yuborsangiz, ariza raqamini saqlang, skrinshot qiling. Agar davlat xizmatlari markazida topshirsangiz, kvitansiya yoki ma'lumotnomani oling. Bu keyinchalik men murojaat qilganman deb isbotlash uchun kerak. 6-qadam, javob muddatini kuzating. Har bir murojaatning ko'rib chiqish muddati bor. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, qayta murojaat qiling. Arizam qaysi bosqichda deb so'rang, portal orqali holatini tekshiring. Telefon qilib so'rash mumkin. Lekin yozma iz qoldirish yanada yaxshi. Agar asossiz rad etilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki tegishli nazorat organiga shikoyat qilish huquqingiz bor. 7-qadam, rad javobini diqqat bilan o'qing. Ko'pchilik rad javobini ko'rib, bo'lmadi ekan deb tashlab qo'yadi. Aslida rad sababini o'qish kerak. Balki bitta hujjat yetishmagandir, balki daromad mezondan oshgandir, balki siz noto'g'ri to'lov turiga ariza bergandirsiz, balki boshqa turdagi yordam sizga mos kelar. Rad javobi oxirgi nuqta emas, u keyingi harakat uchun ma'lumot. 8-qadam, oila a'zolaringiz uchun ham tekshiring. Ayniqsa ota-onangiz, bu bobolaringiz, nogironligi bo'lgan qarindoshlaringiz, yolg'iz yashaydigan keksalar ko'pincha huquqlarini bilmaydi. Ularning pensiyasi to'g'ri hisoblanganmi? Bank kartasi ishlayaptimi? Qo'shimcha staj hujjatlari bormi? Parvarishga ehtiyoj bormi? Dori-darmon yoki reabilitatsiya vositalari bo'yicha murojaat qilishganmi? Shularni tekshirib chiqing. Ba'zan bir soat vaqt ajratib yaqin insoningizga har oy qo'shimcha daromad olib berishingiz mumkin. 9-qadam. Ish joyida o'z hisob-kitobingizni tekshiring. Har oy hisob varaqasini so'rang. Unda oylik ustama mukofot, soliq ushlanmalar, ta'til puli, kasallik varaqasi bo'yicha to'lovlar ko'rsatilishi kerak. Agar tushunmasangiz, buxgalteriyadan izoh so'rang. Ortiqcha ishlagan bo'lsangiz, tabelda aks etganini tekshiring. Mehnat shartnomangizdagi lavozim, ish vaqti, ustamalar, zararli sharoit yoki tungi smena bo'yicha shartlar yozilganmi? Ko'rib chiqing. 10-qadam, norasmiy maslahatlarga ishonib qolmang. Qo'shni, tanish, Telegramdagi noma'lum kanal hammaga beriladi desa, darrov hujjat topshirib yugurmang. Avval rasmiy manbani tekshiring. Lekin buning aksi ham bor. Kimdir baribir bermaydi desa, qo'l siltamang. Sizning huquqingizni faqat vakolatli organ aniq hujjatlar asosida ko'rib chiqadi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l rasmiy murojaat qilish. Bugungi asosiy fikr juda oddiy. Huquqingiz borligi pul avtomatik tushadi degani emas. Ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, qayta hisoblashlar, ijtimoiy yordamlar va ish joyidagi kompensatsiyalar uchun albatta ariza berish kerak. Ariza bermasangiz, tizim sizning ehtiyojingizni yoki yangi holatingizni bilmasligi mumkin. Natijada siz har oy olishingiz mumkin bo'lgan puldan mahrum bo'lasiz. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq o'zingizning va yaqinlaringizning holatini tekshiring. Pensiya, nafaqa, bola puli, boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik, ish staji, ish joyidagi qo'shimcha haq. Bularning har birida ariza, hujjat va muddat muhim. Eng muhimi, hamma narsani yozma rasmiylashtiring. Ariza raqamini saqlang va javobni kuzatib boring. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lovni ariza berganingizdan keyin oldingiz yoki qaysi joyda muammoga duch keldingiz. Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ham pulingiz, huquqingiz va ijtimoiy imtiyozlaringiz bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib beraman.